Да, O'zbekiston. Bu O'zbekistonniki mana. Кто-то сказал, аэропорт не работает. Вот. O'ldirdi. Mana shu samolyot kelib turibdi O'zbekistonniki ham. Assalomu alaykum qadr bilan qadrdonlar. Mana nima uchib ketayotgan? Men uchayotgan nima bu? Men sun'iy intellekt qilayotganim yo'q mana. Mana. U nima uchayotgan? Qarg'ami? Laylakmi? Nima uchayapti? Bu gapim bilan nima demoqchiman? Haligi YouTube'da diqqat mudhish voqea deb qo'yadi, bir nimalar deb qo'yadi. Ana shunga kiradi. Nima bo'ldi ekan? Samolyot uchmaydi deydi. Hozir uchib o'tib ketdi. Bugun 10-iyul. Soat millarimiz 18:57. Moskvadaman. Mana hozir Moskvadaligimni isbotlayman. Mana. Mashina nomerlari mana. Rossiya. Bu ham Rossiya 3 ta KAMAZ. Orasida aytib o'tay, e'lon. Mana shu 3 ta mashinaga shopir kerak. Demoqchi bo'lgan gapim shu kanallarga 100 mingta, 200 mingta, million prosmotr ko'riladi. Bir 6 ming, 7 ming, 8 ming like bosiladi. Shu yolg'on gaplarga shuncha like bosiladi. Men bitta haqiqatni ko'tarib, mana uchyapti desam, isboti bilan qilyapman, uchib o'tdi. To'g'rimi? Sabr qilsalaringiz, hozir men gapirib o'tiraveraman, yana uchib keladi kim? Qaysidir davlat. Nima o'sha voqealarga ishonasizlar, ey? Tushunmayman sizlarni. Kimdir ham telefon qilyapti, ha? Rossiyadasiz. Samolyotlar uchmayaptimi? Bo'ldimi? Tugadimi? Ha, qayerda tugaydi? Nima bo'lyapti sizlarga, ey? Isboti bilan qil dedi. Mayli, men mana hozir uchib o'tgan narsani isboti bilan qilyapman. U temaga kirasizlar, boshqa narsani gapiryapti. Sarlavhasiga Rossiya o'sha aeroportlar to'xtadi. Ma'lum muddatga deydi. Qachon tugadi? Qayerda tugadi? Isboti bilan qilsin, borsin aeroportga uchmayotgan samolyotlarni, to'planmayotgan samolyotlarni ko'rsatsin. Mana uchmayapti-ki, haqiqatda mana ko'rdim, mana keldim deb. Bitta like esdan chiqib qolmasin jigarlar. Mana shu 3 ta mashinga 3 ta shopir kerak. Keyin mana yerda bor bittasi. O ana. Sizlarga tekin reklama. Kelaveringlar, bilet olingda uchib kelavering. Hech qanaqa nima bo'lgani yo'q. Qushlar ham bemalol uchyapti, samolyot ham bemalol uchyapti. O'ylanib o'tirish shart emas. Hozir yana bitta samolyotni shunday syomka qilaman, isbotlab qo'yaman. Mana jigarlar, mana yaqinlatib olaman, mana. Bu boshqacha samolyot mana, boyagidan emas. Ko'ryapsizlarmi? Kim aytdi sizlarga uchmayapti deb? Mana uchib kelyapti-ku. Ha? Yana nechta samolyotni tushiray? Qo'yinglar ey jigarlar, bitta like bosib qo'yinglar. Rahmat sizlarga.